Tak, aqlimdagi insonim o'zi meni tark etdi. Yarashuvimiz bo'ladimi, yo'qmi? Ketdik o'rtoqlar. Sizlar bilan Aida Taro shaxsiy ko'rish uchun WhatsAppdan yozasizlar. Energiya berish uchun bitta like, podpiska sizlardan. Kim energiya bermay qilmasa, o'tib ketaveringlar o'rtoqlar. Bu o'chirim sizlarga tegishli emas. 5 tadan oldim. O'rtoqlar, eslatib o'taman. Bu общий расклад, хорошо? Kimgadir tushadi, kimgadir tushmaydi. Ketdik. Savol yana bir bor qaytarib o'taman. Aqlimdagi insonim, ya'ni partnyoringiz o'zi xohlab, o'zini qarori bilan sizni tark etdi yokida munosabatlarga stop qo'ydi, ya'ni xayrlashib ketdi. Oradan vaqt o'tib, hafta o'tib, oy o'tib va hokazo o'zi qaytib keladimi, yarashuv bo'ladimi, yo'qmi? Kartamga savolim shu edi, ketdik. O'rtoqlar, birinchidan kladbishi tushdi. Luna tushdi, ya'ni nima degani bu kartalarda bu narsa tushsa, birinchi o'rinda dushmaningiz, ikkinchi o'rinda o'qituv, ya'ni sehr. Aqlingizdagi insoningiz o'zi xohlab ketmagani, mana Luna o'zi xohlab ketmagani bu yerda dushman tarafidan qilingan. Ya'ni bu yerda dushman xohlamaydi ayol kishi pozitsiyasida yoki qiz bola pozitsiyasida chiqyapti. Shu inson tomonidan o'qituv qilingani, sehr qilingani va aqlingizdagi insoningiz shu uchun munosabatlarni yoki sizni tark etishni tanlab ketgani chiqyapti. Bu yerda o'zini xohishi bilan emas, tushunyapsiz? Bu yerda mana bolamizni nima desam ekan, turibdi, ya'ni bu pozitsiyada o'sha aqlingizdagi insoningiz turibdi. O'zi xohlab ketayotgani yo'q. O'ylanib turibdi. Ya'ni bu nima degani? Aqlingizdagi insoningiz sizni yaxshi ko'radi, lekin ko'rayotganingizdek o'qituv, sehr va hokazo dushmaningiz tomonidan qilingani uchun o'zi bilmagan, o'zi tushunmayotgan, zombiga o'xshab qaror qabul qilgani cho'tka va yasli chiqyapti. Aslida ichidan xohlaydi kelishni, yarashni, sizni sog'inish va hokazolar bo'ladi, ichidan o'tadi. Lekin bilasizmi? Mana sevgi bor o'rtalarda. Lekin u bilasizmi, zanjir band qilingani uchun chorasiz. Da, вот. Tak, endi bu yog'iga отношениялар nima bo'ladi? Kutishingiz kerakmi yoki va hokazo yo'q. Bu yerda sizlarning sevgili emasda, sehr kuchi asqotdi va bu yerda sehr yutib chiqdi.